Assalomu alaykum. Bir farzandli bo'lgandik, shunga guvohnomaga keldik. Hozir o'zim chaqiraman, chiqib turing. Xo'p, cheda o'ylaman. Chaqiraman dedingiz, 1 soatdan beri chaqirmaysiz, kutib o'tiribman. O'zingizdan bilib kirsangiz bo'lmaydimi? Boring, bolani tug'ilganligi haqida raddomdan spravka olib keling. Spravka hozir. Ana spravka olib keling, raddomdan bola tug'ilganligi. Nikoh tuzilganligi haqida guvohnomani ham olib keling. Birdaniga aytmaysizmi? Men o'ynab o'tiribmanmi? Ana olib keldim. Ha, olib keldingizmi? O'tiring, endi ariza yozasiz. Ariza, mayli. Tayyor bo'lib qoldimi? Bizda hozir tushlik tugagandan keyin kelasiz endi. Yarim soatdan. Opa, bizda guvohnoma tayyor bo'ldimi? Yo'q, hali tayyor bo'lgani yo'q. Tayyor bo'lsa aytaman. Assalomu alaykum opa, meniki tayyor bo'ldimi? Voy, ha, mana tayyorlab qo'yganman. Marhamat. Rahmat. Bu mandan keyin keldik, ochishga qanday olib ketibdi bu? Uni tog'asi boshlig'imizga telefon. Menga qarang. Axir yetmagan ishlarga aralashmang. Kutib turing navbatingiz kelguncha. Meni ham tog'am telefon qilsinlar boshliqlaringizga. Tog'angiz kim bo'lib ishlaydilar? Najim aka shifr uradilar usto tomlarga. Chiqib turing. Tayyor bo'ldimi? Men raddon borishim kerak xotinim oldiga. Menga qarang, bugun bizning ish vaqtimiz tugadi. Ertalab vaqtli kelsangiz, Hal bo'ladimi? ko'ramiz. Отец молодец! Давай haq vermaysanmi? Nima настроение yo'q? Hozir metrga olish kerak, bor, ochrat, kod, qog'oz olib kel, dokument olib kel, ma'lumotnoma olib kel, bosh og'riq yana shuncha bir kun ketadi. O'zi unaqa narsalar bo'lib ketgan. Raddomga borasan, QR kodli qog'oz beradi. U gerbli guvohnomaga tenglashtirilgan. Skanner qilasan, keyin xohlagan payting ixtiyordan borib chiqarib olarasan.